Salom do'stlar, ushbu videomizda past simple zamoni haqida test ishlab ko'ramiz. Demak, bizda testlarimizni topib olishimiz kerak oldin. Mana bu testni ko'ramiz. Past simple E2 darajada ekan. E2 bo'lsa ham bilib ko'ramiz. Yaxshi. Demak, tayyor bo'lsanglar biz boshlash jarayonidamiz. Bu bizning raqiblarimiz: panda, mouse, rabbit, unicorn, cat. Past simple zamon haqida I to the movies yesterday. I went to the movies yesterday. Xo'p, yaxshi. Birinchi o'rin bilan boshlab oldik. Agar xato qilmasak, birinchi o'rindan tushib ketmaymiz. Xayolni joyiga qo'yamiz. Bizda 20 ta savol bor. Xo'p. Ethan at school last week. Was. Yaxshi. Va biz birinchi o'rindamiz hali ham. Birinchi o'rinni mustahkamlab olish kerak tezroq. He to his friend in the evening talked. O'tgan zamonda bo'ladi. Har bitta so'zimiz ham, har bitta zamonimiz ham. Va ikkinchi o'rinimiz yaxshi ketyapti. Yetib olish arafasida bizga. Xo'p, did you in a hotel? Did you stay? Ya'ni did borligi uchun bu yerda verb o'zgarmaydi, do'stlar. Yaxshi. Xo'p, I a parachute jump. I did a parachute jump bo'ladi. Yaxshi, 940 ga to'pladik. Va raqibimiz ham ancha qolishmayapti. I all the way to Madrid. I drove, driven. Ikkinchisi bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Aytganimdek, raqibimiz bizdan oldinlab ketdi. Chunki u sal vaqtliroq harakat qildi. We had a barbecue yesterday. Yaxshi, biz yana birinchi o'ringa ko'tarilib oldik, lekin ochkoyimiz ikkinchi o'rin bilan bir xil. Yaxshi, ketdik. Davom eting. Who did you time with last week? Spend. Ya'ni sen o'tgan hafta oxirini kim bilan o'tkazing deyapti. Yaxshi. Ozgina tezlik ham muhim ekan. Did she those trainers buy? Yaxshi, did bo'lgani uchun bu yerda fe'l hech narsa olmaydi. Yaxshi, biz raqibimizdan ancha o'tib ketdik. Alex did not his project finish. Yaxshi, juda ham yaxshi ochko to'pladik hozir. Va bizda ancha ilgarilash bor. Mark didn't that answer the o'zi kerak. Yaxshi. Yana yaxshi ochko to'pladik. Va raqibimizdan deyarli 100 ochko o'tib ketdik. Jane French during her holiday. Spoke. Yaxshi. 936. Sal kamroq. Where on your holiday did you go? Yaxshi. 921 to'pladik va raqibimiz bizga yetib olishiga oz qoldi. Tezlashimiz kerak. Ethan the thief chased. Yaxshi, menimcha 2 ga tushmadik. Yaxshi, o'tib ketdik, ancha o'tib ketdik. Hop, davom etamiz. The woman fall over. Xato qildik. Ana endi raqibimiz bizdan o'tib ketdi. Bu yaxshi ish bo'lmadi. Fall. We after the bus last night. Run. Yaxshi. To'g'ri topdik, lekin birinchi o'ringa chiqib oldik yana. Yaxshi. Were Betty and Tom yesterday? Were. Chunki Betty va Tom turibdi bu yerda, ikki kishi, ikkita odam. Va biz birinchi o'rinni mustahkamlab olyapmiz. Yaxshi. Xo'p, double point bu savolda ehtiyot bo'lish kerak. The girls fancy dresses to the wore. Yaxshi. Va double pointligini topdik. Raqibimiz ham topibdi. Yana double pointli savol. Did your plane leave? Did bo'lgandan keyin fe'l o'zgarmaydi. Leave ni o'zi qoladi. Yaxshi, raqibimizdan ancha o'tib ketdik. 700 ochko bor bizda.
Last summer I to stay with my family. Went. Last summer went. Yaxshi. Va bu testimizning oxirgisi ekan. Va biz birinchi o'rindamiz. Yaxshi. Rasm chizib qo'yamiz. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.